Sizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hozirda bizda juda ko'pchilik dieta va sport mashqlarini so'rayapti. Biz sport mashqlarini tabiiy usulda kandidat master sport Omadbek ko'rsatib beradi. Ushbu videoning tagida kim dieta va parhez deb qoldirsa, biz Telegram silkamiz mana ko'rinib turibdi. Shu Telegram silka orqali parhez va sport mashqi desangiz, Omadbekning videosi va sizga parhez bekarga boradi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, birodarlarga ulashib qo'ying. Hozir sizlar bilan uy sharoitida bajariladigan yengil jismoniy mashqlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi joyida qadam bosish. Xohlasalaring 40 tadan 4 seriya yoki 20 tadan 6 seriya bajarishlaringiz mumkin. Undan keyingi mashqimiz joyida yugurish. Buning uchun biz tizzalarni baland ko'targan holatda, yerga urgan holatda mashqni bajaramiz. Buni 20 tadan 4 seriya, 20 tadan 6 seriya kuchlaringizga qarab o'zlaringiz taqsimot qilishlaringiz mumkin. Undan keyingi mashqimiz joyda turib kapalik mashq qilish, ya'ni yerdan havoga tanani ko'tarish. Bu mashqimiz shu tartibda amalga oshiriladi. 6 tadan 10 seriya yoki 10 tadan 4 seriya qilishlaringiz mumkin. Sizlar eng birinchi navbatda insonlar kelboq yugurish bilan boshlab ketadi. Afsuski bu eng katta xatolardan biri. Inson kelgandayoq birinchi yurish kerak. Ya'ni stadionda 2 tur, 3 tur yugurib bo'lgandan so'ng sekin asta yengil yugurish holatiga o'tadi. Yengil yugurish holatini o'tgandan so'ng tanalar yaxshi qizitiladi. Tanalar qizitib bo'lgandan so'ng shu inson o'zi bilgan spes mashqlarni bajaradi. Hozir sizlar bilan yengil priседание mashqini amalga oshiramiz, ya'ni oyoqqa o'tirib turish. Qo'llar oldinda, oyoqlar yelka kenglik holatida turamiz va to'g'ri o'tirishni boshlaymiz. 1 2 3 6. Shu holatda 6 tadan 10 seriya yoki 10 tadan 6 seriya bajarib mashqimizni yakunlashimiz mumkin. Hozirgi mashqimiz yosh ham, qari ham uy sharoitida qiladigan eng samarali va eng oson mashqlardan biri. Bu отжимание mashq qilamiz. Bu mashq qo'llarimiz yelka kengligida, oyoqlarimiz erkinligida va to'g'ri o'tirishni boshlaymiz. 1 2 5 6. Bu tartibda 6 dan 10 ta, 10 tadan 6 ta qilib mashqimizni yakunlashimiz mumkin.